Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz kuzatuvchilar, mana biz Moskvadamiz. Borisa Galushkina 7 bizni общежитиеda. Biz bu общежитиеda 4 yil mobaynida yashaganmiz. Mana hozir birga kirib ko'ramiz. U paytda ham juda hech kimni qo'yishmasdi, jiddiy odamlar o'tirardi. Qani hozir kirib ko'rib baho berasizlar o'zingizlar. Здравствуйте. Вот как здесь все изменилось. Да, сюда нельзя, да? Просто если... Ну, смотря для чего. Ну, мы хотели, вот я из Ташкента, я здесь учился в Авгике, и мы были в этом общежитии, жили. Все изменилось. Все изменилось, дай бог, ладно. А сейчас тоже студенты живут, так же? Студенты также живут? Да. Вот Baxtiyor Lidiya Salomonovna bo'lardi. Lidiya Salomonovna hech kimni qo'ymasdi. Juda ham tartibga qaraydigan ayol edi. Mana hozir ham endi hozir bunaqa narsalar, turniketlar, u paytda hech qanaqa turniket ham bo'lmasdi. Va bundan oldingi intervyuimda Muhammadjon Rahimov bilan gaplashayotganimizda men aytdimki, mana bizni общежитияni ro'parasida mana shu hozir Pekarniya degan xuddi komissionka bo'lardi. Bu komissionkada kiyimlar bo'lardi. Har xil. Mashinada pastga tushib pulimiz bo'lganda taksi to'xtatardi, pulimiz bo'lmaganda piyoda sekin ketardi. Endi sizlarga bir joy ko'rsatmoqchiman. Mana shunaqa paytda Lidiya Salomonovni qo'ymagan paytda hattoki bizga mani akalarim kelishgan, Sanjar akam, Joril aka kelishardi, Toshkentdan kelishgan. Qo'ymagandan keyin nima qilardi? Bular orqa tarafdan oshib chiqishardi. Ana turibdi. Bu joy o'zgarmabdi. Mana masjiddan oshib chiqilardi. Ko'ryapsizlarmi? Reshotka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-etajdan sekin kirsa bo'lardi. Masjidda har kuni endi sovuq qotib qolganda, bunda ushlasangiz qo'lingiz shunda o'sha panjaraga yopishib qoladigan darajada bo'lardi-da. Shuna qilib okalarimiz chiqishardi va keyin sekin aksharga xonalarga kirib ketardi. Masjidda ostanovka bo'lardi. Bu yerda bizni ma'lum qilib taksi to'xtatardi, pulimiz bo'lganda aytganim. Mana bu komissionga, bu tomonda magazin. Keyin bizni paytimizda suxoy zakon bo'lardi, aroq, viski, Teachers degan viskilar bo'lardi. Bularni magazinda sotilmasdi. Uni taksilar turadigan joyda, taksoparkda olardi. Taksoparkga borib, o'sha yerdan Здравствуйте. Сигареты? Вы студенты? Игорь? Да? Дайте ему сигареты. Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо большое. 2 берите сразу. Спасибо. Mana ko'rdinglarmi? Bular ham hammasi student. Student har doim puli yo'q. Bechara bo'ladi student. Lekin becharalarga o'xshamaydi. Hammasi tvorческий. Keyin bir narsani aytib bermoqchiman. O'sha demak bu ichkilikni gapirib bermoqchiman. Bizni mana qaranglar. Necha etajli bo'lsa, mana shunaqa payt bo'lardi. Sizda yakutlar endi yomon dahshat ichishardi. 4ta, 5ta butilka aroni shundoq yo'q qilib tashardi. Может быть, даже undan ham ko'p. Bir kuni, kunlardan bir kuni o'tiribmiz yakutlardan, lekin qo'rqardi. Nimaga? Bizga aytishardi, yakutni ko'rsang, ko'cha anaqada koridorda kelayotgan bo'lsa, qoch deyishardi. Nimaga? Bir kun, kunlardan bir kuni yakutni ichib o'tirishuvdi.
bitta Yakut mana 8-etajda. Men 5-etajda ham turganman, 8-etajda turganman. Mana bu hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 etaj. 8-etajdan ag'darilib tushgan. O'sha yerdan endi kayfni daqdi mana pastga tushgan. O'tirimizni anu tushib ketdi deyishdi bitta Yakut. Xudo rahmat qilsin, o'libdi desa, eshik ochilyapti, u Yakut kirib kelyapti deydi. Bular o'lmas ekan hatto. Endi bilmayman, qanaqa bu mo'jiza bu, shunaqa bu. Endi ichganiga bu shunaqa, shuning uchun hattoki shunaqa narsalar ham bo'lardi. Mana endi sizlarga aytib beraman, o'sha pul yo'q, pul stipendiya bo'lganda, stipendiya 40 rubl stipendiya olardi. Birinchi bo'lib men McDonald'sga borardim. O'sha yerda bitta setini olardim, 8 rubl 50 tiyin bo'lardi. Keyin bitta firmenniy sigaret olinardi, u 3 so'm bo'lardi. Demak 15 so'm, 13 so'm, 14 so'm yo'q o'sha 40 so'mdan. Va o'sha qolgan pulimizga taksida borib, institutda kofe olib yurardik. Endi pul bo'lmaganda bizni piyoda borardi. Hozir sizlarga o'sha piyoda yurib, mana shu yo'lni ko'rsatmoqchiman. Bilasizlarmi, u paytda qahraton sovuqli bo'lardi. Buni yoki bizni yoshlik bo'lgani uchun unaqa bizga qattiq bilinardimi yoki bilmayman nimagaki shunaqa sovuq bo'lardiki, ertalabki darslarga hattoki bormas edim. Ertalabki dars ya'ni zo'r bo'lardi, kino ko'rish kerak. Dars qalayli maza, darsda o'tirasizda kino ko'rasiz. Chorno-belli kinolar ko'rsatishardi. U paytda obedlarga yaqin, sekin boriladi. Va sizlarga hozir piyoda yuradigan yo'l bilan bizni Vgikgacha Xudo xolisa sizlar bilan boramiz. Paytda bizi qonun qoidalariga qaramasdan o'tib ketaverardi. Mana hozir mumkin emas. Hozir shtraf bo'lar ekan sizlarga. Shtraf olib turish mumkin. Uchun rioya qilish kerak qoidalarga. Kameralar. Hamma yoq kamera. Ashnata. Mana yo'lda mana mashina o'tib bo'lardi, ko'ryapsizlarmi? Mashina svayalarda turadigan juda katta. Biz o'sha paytda qiziqardi. Bu mashinaga svayalarda turadi, bu tushib ketmaydimi? Muhim avtori Рабочий va Kristyanka juda dongga ketgan monument hisoblanadi. Qaranglar, hamma yoq o'zgarib ketdi. Biz hozir u tomonlar bundoq shartda o'tib qo'ya qolardi. Endi bu yoqqa o'tishni hech hojati yo'q. Bu yerdan o'ta olmaysiz. Bu yerda juda katta masofa. Endi mana bunaqasi aylanib borish kerak. Mana bu magazinlarda biz banan olardik. Faqat banan yerdik. Bananga lekin rasa o'sha paytda banan bilan kartoshkaga qorin to'ygan. Haqiqatan. O'chirib turardi. Buni biz bilmasdik nima oqshotda ham turib turardi. Bunda kelsa bir narsa sotayotgan bo'lardi. Ocharchilik payt, o'sha paytda hech narsa yo'q. Magazinlarda hech narsa yo'q. Banan bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Mana shu yo'lakcha to'g'ri Vgikka olib borardi. Bu yerda biz yurib o'sha rollarimizni qaytarib yurardik. Chunki juda ko'p narsani yodlash kerak bo'lardi. Ichida rollar bo'lardi yoki bir qanaqadir
yana narsalar, mana shularni hammasini qaytarib, ularni yodlab, mana shu yo'l bot bilan bot bir 20 minut, 25 minut agar tez yursangiz 25 minut vaqtingizni oladi. Mana shu yo'l qo'yib ketardim. Hozir bu yerda Gorkova kinostudiyasi ham yo'limizni uchiraydi, uni ham ko'rsatamiz albatta. Bu yerga ham borardi. Bu yerda ham bir qanaqadir sayohatlar bo'lardi. 90-yillar bu juda xavfli yillar. Bu yerda skinheadlar bo'lardi. Skinheadlar bu shunday chochi yo'q, kal bolalar ko'chada shu agar ular ko'pchilik bo'lib yurishardi, bir 8 ta, 9 ta odam bo'lib. Kimni agar bir qoraroq bir odamni ko'rib qolishsa, o'sha zahoti tashlashardi. Yo bir narsa qilib yo urishardi, yo joyini mayib qo'yishi ham mumkin. Bunaqalardan biz uzoqroq yurardik. Uzoqdan ko'rsak, boshqa yo'lni chetiga o'tadi. Bu donda ketgan Maksim Gorkiy kinostudiyasi. Uni juda ko'p kinolari bor bu kinostudiyasini. Bu yerda ham bo'lganmiz. Mana bu yerdan o'sha yo'ldan shundoq o'ngga tursak, buga keladi, lekin bu yerda hammasi mana hozir bo'lib mana azizlar, biz Butun ittifoq kinematografiya institutiga keldik. Gerasimov nomli gig. Mana shu joyda men 4 yil vaqtimni ketkazganman. Hozir birgalikda kirib ko'rishamiz. Qani qanaqa bo'ladi? Ketdik. Ya bismillah. Eshiklar o'sha. Mana qaranglar, o'sha eski eshiklar halizgacha qolgan. Bu eshik ham o'zgarmagan. Bu faylimiz o'zgarmagan. O'sha lustralar. Hozir mana bu yerda bufet bo'lardi. Hozir bufetga qani birinchi bo'lib darsga emas, bufetga kirib, kofe olib, u paytda abituriyentlarga sigaret chakish mumkin. Bufet bo'lardi, lekin bu hamma yoq o'zgaribdi. Qarang. Qani ikkinchiga chiqamiz. Bu yerda darslar bo'ladi. Mana bizni ustaxonamiz ikkinchi etajda. Mana hozir shakl yo'l olyapmiz. Bu paytda ham mana shunaqa dekoratsiyalar qiladi. Bu bizni 122-xona. Bu bizni kafedramizda. Bizni ustaxonamiz. Hech kim yo'q. Mana bizni auditoriyamiz. Mana shu yerda biz o'z darslarimizni o'tardik. Men ko'pincha mana shu yerda o'tirardim. Chunki o'qituvchim Aleksey Vladimirovich Batalov faqat menga ruxsat berardilar. Sekin pinhona sigaret chakish menga ruxsat berilgan. Oynani ochib chakardim. Bu yerda dars o'tardim. Biz bu paytlarda bu vohli kelganimdan shunaqa bo'lardiki, odam uxlagisi kelardi. Sekin, bekini masjidda agar dars bo'layotgan bo'lsa, masjidga shundoq yotib olardim, masjidda sekin hurriyatda uxlab qolardim. Keyin hurriyatgandan keyin o'qituvchi ko'rardi, aytardi, Zakir, как тебе не стыдно derdi. Qarang, u paytda bu juda katta
bahaybat мастерской deb ko'rinadi hozir kichkina. Правда, сейчас вы смотрите самые такое неподходящее и самые невыгодные для актеров время. Время, когда вот впервые на отрывках надо попытаться, чтобы люди научились общаться, говорить и так далее. И всегда это невыгодно, потому что это еще не образы, это еще не то, это еще не то. Я просто хотел сказать, чтобы вы не воспринимали эту мебель, эти костюмы за потуги, так сказать, создать какое-то у вас впечатление невероятных художественных образов, и вкуса и так далее. Это все только то, что до какой-то степени может помочь актерам общаться друг с другом так, как это нужно потом, в конце концов, актеру. Вот и все, что я хотел сказать. Все остальное, что это не значит, что вы не должны судить строго, напротив, судить надо очень строго, но сегодня никаких таких целей в смысле представить вам отрывки из маломальски законченных форм не стоят просто. И поэтому те, повторяю, детали, качественный реквизит, который есть, он существует только в той мере, в какой он может помочь актеру делать эти задачи. А времени, вы знаете, экзамен пойдет с перерывом, и таким образом я надеюсь, что мы сможем проветрить и передохнуть. Готовы? Пожалуйста, начинайте. Да ты что, Данил? Господь с тобой, что это ты выдумала? Америка напуровила. Да что за корысть травить-то тебя, а? Помните, петрушку-то валять. Если я, так непременно тяжелый запах услышишь. Нюхать самый пар. Что княгиня? А что такое княгиня, а? А то княгиня, а? Нет. Все на сперва даст мне место. А уж потом я женюсь, ты так и напиши. Да ты же знаешь, Ардальон Борисович. Княгиня обещает только, когда я выйду замуж, а то это тебе неловко просить. Напиши, что можешь повенчать. А что, брат-то? Ведь княгиня может справиться. Нет, ты лучше назначь день свадьбы. Да и платье пошить. Платье какое? А что мне в этом сотрапезе венчаться, да? Давай денег, Ардальон Борисович, на платье-то. Себе в могилу готовишь. Ой, скотина ты, Ардальон Борисович. Варвара. А ты знаешь, где я был? У Ёшиной. Нашел. Нет, не было. Нет, не было у меня никакого Писарева. Не было. Вот чуть полушка. Да. Не было. Мало ли. Будущий инспектор. Stiklashgan bo'ladi. Bu yerda o'tirsa bo'ladi. Mana shu yerda. Mana shu yerda o'tiradigan joy bo'ladi. Buni hozir o'tdi mana shu anaqadagi mana shunda o'tirardi. Kofe ichib, sigaret chekib, gaplashib. Bu tomonda учебный studiya bo'lardi.
hayotimizda birinchi marta shu yerda Anna Samoxina, Bogdan Titanir, Dmitriy Malikovlar o'zlarini birinchi musiqali kliplarini aynan mana shu yerda Uchebniy teatrda olishgan. Bu yerda kostyumernilar, rekvizitorskiy sexlar bo'lardi. Qarang, bu mana bu katta binolar bo'lmas edi. Hozir hamma yoq o'zgarib ketdi. Hozir bizni o'qituvchimiz современный filmni o'qituvchisi Yelena Evgeniyevna oldin mana mana shu yerda, hozir endi dekan bo'ladi. Endi hozir ta'til payti, shuning uchun odam yo'q. Lekin men o'ylamoqdim, bu institut bizni qo'yishadi. Lekin endi oldin dekanni ismini aytganimizdan keyin bunga qo'yib yuborishdi. Bu termaslik shkolar bo'ladi. Ders uçuyordu. Mana meni ustozim Aleksey Vladimirovich Batalov. Juda ajoyib odam edi. Mana bu 4-etajda bizda darslar o'tadi. Bu o'sha tanits degan darsi bo'ladi. Ayal turardi, doktor ayalda musiqalar chalinardi. Biz o'sha eng yomon ko'rgan darslarimdan bittasida, to'g'risi nimagaki o'sha xotinlarning lasinasini kiyish kerak bo'lardi. Men juda ham yomon ko'rardim, chunki eshaqalik bolalarga ne положено, bilasizlar bunaqa narsalarni. Shuning uchun ko'p darslarni o'tkazib yuborardim. Lekin o'sha ekzamenga kelishim kerak bo'lardi va mana bu katta zalda, aktoviy zal, bu yerda kinolar ko'rsatilardi va qanaqa bir tadbirlarimiz bo'lardi. Mana bu yerda tepalarni qarang. Hech narsa o'zgargani yo'q. Здравствуйте. Приятного аппетита вам. Mana shu yerda tadbirlar o'tardi. Qiziq. Qarang, patolog o'zgarmabdi. Bu lyustralar chiroyli o'sha. Joylardan bittasi yoqim ekan. Mana shu yerda tepaga chiqsa bo'lardi, bu yerda tom bo'lardi. Tomda kattaxona bo'lardi. Biz o'sha darsdan qochib ko'proq o'sha kattaxonada vaqtimizni o'tkazardik bolalar bilan. Ana bu tepada bu yana to'ski masjid bo'lardi. Mana bu yangi kurslarni, masjid qo'ylarni, yigitlar va qizlarni narsa bo'lganki, biz kursavoy ishimizda men bu paytda bir ayol bilan tanishdim va birga bir xonada istiqomat qilardik. U ayolni onasi bir narsalar yuborganda va men yordam berish uchun aeroportga va vokzalga chiqishim kerak bo'lgan. Lekin u vaqt meni ekzamenim bilan to'g'ri kelgan. Albatta nima qilish kerak? Borib yordam berish kerak. O'shanda men borib yordam berganman va yordam berib kelganimdan keyin bilganmanki, meni chetlatishdi. Kursavoy ishimdan chetlatishdi. Endi bilasizlarmi, juda bizni paytimizda o'qiyotganimizda juda jiddiy bo'lardi. Agar siz ekzamenga yoki bir qanaqadir general repetitsiyasiga kelmasangiz, siz albatta chetlashadi va siz
o'sha kiritilayotgan aktyorga yordam berishingiz kerak bo'ladi. Men shunaqa tayyorlanganmanki, sochlarimni olib kal bo'lyapman. Shapkamni kiyib, Batalov rahmatli, hech esimdan chiqmaydi. Shundoq shapkamni yetsam kalman. Voy, chochini oldirdingmi degan. Men aytganman, ha, shu rol uchun chochimni oldirdim. Gamletda Klavdiya rolini ijro etganman. Va o'sha aktyorga yordam berib, endi shunaqa bir jahlim chiqib, xohlamasdan rolga yordam berayotganimda Batalov shunaqa jahllari chiqib ketgan va hayotda birinchi marta bunaqasi bo'lmagan ekan. Mana shu koridorga chiqib urib tepganlar. Sen yaşamagur, sen menga aniq bo'lsanmi, jahl qilsanmi, tepib, urib shunaqa qilganlarda men chiqib o'sha ko'rsatgan joyimga chiqib endi sigaret chaqib o'tirganman, bolalar chiqib aytibdiki, chiqing, sizni ustoz chaqiryapti. Aytmoqchimanki, bu ustozimda hayotida hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan ekan. Kimnidir urib, kimgadir qo'l ko'tarib, bu judayam yuvosh odam bo'lganda Aleksey Vladimirovich. Lekin o'shanda chidolmasdan, albatta endi men kuydirgi bo'lganman. Shunaqa qilib jahllarimni chiqarganman. Shu narsa ham butun umrga muhrlanib qolgan. Mana azizlar, sizlarga kichkinagina sayr qilib ko'rsatdim. Biz institutimizni qayerda biz o'qiganmiz va eng baxtli damlarimizni kechirganimizni shu dalili bo'lsin. Bu ham esdalik, albatta. Bu damlar hech qachon qaytib kelmaydi. Shuning uchun men bir narsani aytmoqchimanki, yoshlarga o'qinglar va albatta ko'p bilimga ega bo'linglar. Mana shu narsa asqotadi. Mendan juda ko'p so'rashadi. Johir aka, sizda bir qanaqadir boshqacha chiqadi, nimaga? Bunga mana shu dalil, chunki ustoz bo'lish kerak. Men alhamdulillah zo'r ustozlarga ega bo'lganman. Shuning uchun bu o'sha hayotimda juda katta yordam berdi deb o'ylayman.